Hozirgi kunda kosmetikalar orasida retinolli ampula va kremlar ko'pchilikning e'tiborini o'ziga tortgan. Bu mahsulotlardan haqiqatda natija ko'rgan 40 yoshdan oshgan ayollarimiz retinolni ajinlarni yo'qotuvchi o'chirg'ich deyishadi. Albatta bu o'xshatish, ammo rostdan ham retinol ajinlarni yo'qotadimi? Buni bilmoqchi bo'lsanglar, videoni shu joyida men uchun bitta like bosinglar va bu videoni oxirigacha ko'rishinglarni tavsiya qilaman. Inshaalloh foydali bo'ladi. Retinol bu A vitaminining bir shakli bo'lib, ikki guruh birikmalarini o'z ichiga oladi. Retinoidlar va karotinoidlarni. Retinolni kosmetikaga qo'shish 2 yilcha oldin boshlangan. Hozirda retinolli vositalar eng trendiy mahsulot hisoblanadi. Ya'ni juda ham ko'p miqdorda sotiladigan mahsulotlar qatoriga kiradi. Xo'p, retinol o'zi nima uchun bizaga kerak? Retinol juda ham kuchli anti-age effekt beradigan, ugrilar bilan kurashadigan va yuz terimizni yog' ishlab chiqarishni me'yorga soladigan vosita hisoblanadi. Ya'ni retinol terimizni hujayralarigacha chuqur singib, terimizni elastikligi uchun mas'ul bo'lgan kollagenni ishlab chiqarish uchun signal beradi. Ya'ni tezroq bo'l deb signal berib, kollagen ishlab chiqarishini tezlashtiradi. Bilasizlar, yoshimiz katta bo'lgani sari kollagen ishlab chiqarish organizmimizda kamayib boradi. Shuni hisobiga yuzimiz osilib, ajinlar ko'paya boshlaydi. Retinolli vositalarni odatda 30-35 yoshdan keyin ishlatish tavsiya qilinadi. Ammo ayrimlarda qarish jarayoni sal vaqtliroq ham boshlanib qolishi mumkin. Shuni hisobga olib, hamma o'z yuz terisini ko'rinishidan kelib chiqqan holda retinolli vositalarni ishlatishi mumkin. Birinchi marta retinolli vositalarni ishlatayotgan ayollarimiz albatta eng kam foizlisidan boshlashingiz kerak. Haftada bir marta ishlatsanglar yetadi boshlanishiga. Sekin-sekin haftada 2 marta, keyin 3 marta qilib terini o'rgatib olishingiz zarur, qizlarjonlar. Nimaga unaqa deyapman? Chunki agar yoshi katta, yuzlari quruq va chувствительный yuz sohibalari har kuni 0,5% dan yuqori retinoidlardan foydalanishsa, ularda yuzlarini qurishi, qizarishi va po'st tashlash holatlari kuzatilishi mumkin. Xuddi shu foizli retinolni yuzlari yog'liq, yuzlarda toshmalari bor qizlarimiz ishlatishsa, ularga juda ham yaxshi effekt berishi mumkin. Yog'li yuz sohibalari sekin-sekin retinolni foizini ko'tarib borishsa, bu ularga juda ham yaxshi natija beradi. Terimizga retinol moddasini yetkazib berishda eng yaxshi shakli bu sivoritka yoki ampulalar ko'rinishida bo'ladi. To'g'ri foizli tanlangan retinol ham yuzdagi aknelardan, ham ajinlardan qutulishda eng yaxshi samarali vosita hisoblanadi. Shuning uchun retinolli vositalarni olayotganingizda yaxshilab tarkibini o'qib ko'rib, konsultantlar bilan maslahatlashib, keyin olinglar. Bo'lmasam, retinoidlarning nojo'ya ta'siri ular terini qizartirib, po'st tashlashiga olib kelib va har xil allergik reaksiyalar berishi mumkin. Yana bitta xavfli tarafi retinolni. Retinol quyoshga juda ham sezgir hisoblanadi. Ya'ni quyosh bilan yaxshi chiqishmaydi. Va natijada pigment dog'larini tushishi xavfi juda ham yuqori bo'ladi retinolli vositalar ishlatganingizda. Shuning uchun retinolli vositalarni noyabrdan martgacha, ya'ni quyosh nurlari kamayadigan vaqtlarda ishlatganinglar yaxshiroq bo'ladi. Shunda ham retinolli vositalarni kechqurun yotish oldidan ishlatib, ertalab esa albatta SPF kalardan foydalanishni esingizdan chiqarmanglar. Bo'lmasam, ajinlarni yo'qotaman deb harakat qilib, kutilmaganda pigment dog'larini paydo qilib qo'yishingiz mumkin.
Bu esa judayam qiyin masala, keyin qizlarjonlar. Retinolni ishlatmoqchi bo'lgan, lekin qo'rqib turgan dugonalarimga retinolni o'rinbosari, ya'ni kserokopiyasi bakuchiolni tavsiya qilishim mumkin. Bakuchiol ham xuddi vitamin A, ya'ni retinolga o'xshab bir xil vazifani bajaradi. Ajinlarga qarshi, aknelarga qarshi va yuzni chiroyli elastikligini oshirib berish vazifasini bajaradi. Faqat retinoldan ko'ra xavfsizroq. Bemalol chувствительный yuz sohibalari ham bemalol ishlatishsa bo'ladi bu vositani. Aptekalarda ham vitamin A, ya'ni retinol har xil shaklda sotiladi, kapsula ko'rinishida, mays ko'rinishlarida. Bularni foydasi ko'z nurimizni oshiradi, terimizni go'zalligini yaxshilaydi, sochlarimizni to'kilishini kamaytiradi va immunitetimizni ko'taradi. Albatta, lekin shifokor bilan maslahatlashgan holatda ichinglar qizlarjonlar. Homilador ayollarimizga va emizikli ayollarimizga retinolli vositalarni ishlatish qat'iyan man qilinadi, esinglarda bo'lsin. Retinolni nimaligini o'zim yaxshi bilganim uchun o'zim ham qiziqdim. Hamman уже 40 yoshdan oshganim uchun yaxshi effekt beradi deb. Shu yili mart oylarida mana shu ampulni tonerini sotib oldim. Bu Mamonda brendi. Bizada juda ham ko'p do'konlarda yo'q bu brend. Bitta dona gruppadan topdim bu narsani. Koreyada juda ham mashhur bu brend. Bu brend narsalari juda ham lyuksoviy, почти lyuksoviy kosmetikaga yaqinroq yuradi. Shuning uchun foydasi juda ham zo'r qizlarjonlar. Bu retinolli tonerni o'sha bahor paytida bir 20 kuncha ishlatdim. Keyin quyoshda yaxshi effekt bermasligini, pigment dog'lari kelib chiqishini bilgan holatda sekingina yig'ishtirib qo'ya qoldim. Kuzlarga borganda yana ishlataman deb. Va mana hozir sentyabr oyidan boshlab yana ishlatishni boshladim. Qizlarjonlar, ortiqcha ovozlar eshitilayotgan bo'lsa uzr so'rayman. Qo'shnimnikida hali ham remont ketmoqda. Bu tonerni tarkibida retinol bor, kollageni bor, vitamin C va gialuronoviy kislotasi bor. Retinol har doim vitamin C bilan yoki vitamin E bilan yoki sink bilan ishini zo'r bajaradi. Yolg'iz o'zi hech narsa qila olmaydi. Bularni yordamida retinol ishi yana ham kuchayadi. Mana bu hozir ko'rsataman. Xuddi ampulaga o'xshaydi, ampulaga. Mana qizlarjonlar. Quyuq, suyuqmas. Juda ham mayin va teriga judayam yoqadigan darajada zo'r toner qizlarjonlar. Hidi приятный. Teriga yotishi ham zo'r, tez shimiladi. Ozginagina yopishqonlik effekti bor, lekin u ham tez o'tib ketadi. Lekin effekt arziydi qizlarjonlar, olib ishlatishga arziydi. Maslahat bergan bo'lardim 35 yoshdan oshgan, 40 yoshdan oshgan dugonalarimga juda ham zo'r effekt beradi. Mana ayni vaqt kelyapti hozir buni ishlatish. Sentyabr, oktyabr, noyabr oylari to bahorgacha bo'lgan paytda bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Ham bunda retinolli foizi juda ham yuzga qo'rqinchli darajada bir anaqa beradigan, yomon reaksiya beradigan darajada baland emas. Hammasi me'yorda ishlangan. Shuning uchun ham bu Mamonda brendi juda ham yaxshi brend hisoblanadi. Buni hozir ishlatganimda, boshida ishlatganimda qizlarjonlar rasmga olganman. Do и после qilib o'zimni, yuzimni terisini. Hozir sizlarga shuni ko'rsatib beraman. O'zingizlar ham guvohi bo'lasizlar qanaqa ishlaganini bu tonerni. Mana qizlarjonlar, chislosini ham yozib qo'yganman. Hech qanaqa Photoshop yo'q bu yerda. Oddiy o'zimni telefonimni kamerasida olganman shu tonerni ishlatganimdan keyin. Retinolni ishlatmoqchi bo'lganlarga boshlanishiga mana shu Mamonda brendini retinolli tonerini tavsiya qilgan bo'lardim. Juda ham zo'r, maza qilib ishlatasizlar. Kichkina bo'lsa ham anchaga yetadi. Yana Medipilni bakuchiolli mana shu sivertkasini tavsiya qilgan bo'lardim. Mana shu
ikkita narsa yuzingizga ancha xavfsiz hisoblanadi qizlar. Ana shunaqa qizlarjonlar, to'g'ri ishlatganimizda yuzimizga haqiqiy anti-age effekt beradigan, qarilikni to'xtatib tura oladigan, lekin noto'g'ri ishlatganimizda yuzimizga yaxshigina problema orttiradigan, pigment dog'lari tushiradigan qaysar retinol haqida gaplashdik. Hammanglarga foydali ma'lumot bera oldim deb o'ylayman. Hammanglarni yaxshi ko'raman. Keyingi videolargacha sog' bo'linglar. Xayr.